Mercedes kompaniyasi 1995-yili o'z tarixida birinchi marta elliptical headlights, 4 ko'zli faralar dizaynini joriy qildi va bu W210 kuzovidagi yangi Y-klassi. Bu dizaynni Bruno Sacca boshchiligidagi jamoa ishlagan. Ikki juft fara Mercedesni nafaqat texnik, balki vizual darajada ham zamonaviy davrga olib kirdi va bu Mercedes stilini yangi yuziga aylandi. Mercedes tarixda birinchi marta Common Rail CDI texnologiyasini aynan shu kuzovda joriy qildi. Bu dizel motorlarini yanada ishonchli, tejamkor va kuchli qilgan tizim. Bu kuzov oddiy insonlar uchun ham, davlat rahbarlari uchun ham chiqarilgan. Tarixda birinchi marta Y-klass zavoddan bronirованный holatda chiqdi. Y320 kart va Y430 kart. Prezidentlar, diplomatik korpus, banklar uchun tayyorlangan. Eng qizig'i bu broniya qo'lda qo'shimcha qilinmagan, u zavoddan avtomatik mashina bronirованный holatda chiqarilgan. W210 kuzovidagi eng zo'r motor bu albatta Y55 AMG motor. M113 5.4 litrli V8 atmosferli motor. Bu motor Mercedes tarixidagi eng ishonchli V8 motorlardan biri deb tan olingan. Uni turbo na kompressorga muhtoj. 354 ot kuchi, 0 dan 100 gacha 5 sekund. W210 bu shunchaki Mercedes emas, bu bir xalq uchun ishlagan, turli qatlam insonlar uchun birdek xizmat qilgan, aql, estetika va ishonchni uyg'unlashtirgan bir davr timsoli. To'g'ri, hozir bu mashinalar endi eskirdi, lekin sevgi hech qachon eskirmaydi. Bu oddiy temirdir, lekin bunda xarakteri bor. Hozirgi kunda siz bu mashinani sotib olsangiz, nima qilasan eski mashinani deyishadi. Lekin bu mashinani faqat siz bilasiz. Bu mashina rulda siz nima xohlayotganingizni, sizga qanaqangi emotsiya bera olishini faqatgina siz bilasiz. Bu mashina har bir burilishda sizni eshitadi. Har bir pedal bosganingizda his qiladigan emotsiyani beradi. To'g'ri, yangi tachkalar zo'r, lekin W210 bu baribir boshqa. U haqiqiy sifat, xotira deysizmi, kayfiyat deysizmi, u hammasiga arziydi. Chunki u o'zgacha dunyo. Bu haqiqiy afsona. Akalar, video oxirida nima demoqchiman? Qo'shimcha gaplarimni kommentariyaga yozib qo'ydim. Komment yozishdan oldin bir qator o'qib chiqinglar. Tachkani yomoni bo'lmaydi akalarim. Sog' bo'linglar.